Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, Chorva olami kanalining hurmatli obunachilari. Bugun 27-may hafta kuniga seshanba Qashqadaryo viloyati Nishon tumani 1-sovxoz mol bozoridamiz. Navbatdagi videomizda katta shoxli mol narxlari bo'ladi, ona bola sigir hamda novvos narxlari bo'ladi. Videomizga like bosib qo'yinglar, kanalda mehmon bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz do'stlar. Podpisasiyani bosib qo'ysanglar obuna bo'lasizlar. Xo'p, Telegram kanalimiz bor, o'tib olinglar. Uydan sotilayotgan chorvalarni rasmini tashlab sotishinglar mumkin. Assalomu alaykum. Sigir nech bilyapsiz aka? 30 million. Bozor qancha narx berdi aka? 22 million. Bolasi nechinchisiga? 6-bolasi ekan. Urg'ochimi deyman mana? Urg'ochi. Sutiga nechta endi bu? 10 ta beradi bir kunga. Xudo xolasa. 22 millionga berilmayapti mana shu sigir. Zo'r mana, birinchi marta eshitishim 6-bolasi. Sigir nech pul bo'ldi? Assalomu alaykum. Sigir 18. 18. Bolasi buni? Qorasi. Begonani yalamaydi-ku deymi? Xo'p, nechinchisi? 3-bolasi aka. 3-bolasi. Urg'ochi. Urg'ochi. Bozor nima deyapti aka? Bozor 16 million so'rayapti. 16 millionga bermayapsiz. Yaqinlashib qoldi, xudo xolasa. 16 million. Ozroq bo'lsa beraverasiz. Suti nechta? 10 ta. 10 ta. Chorvangizga baraka aka. Buni onasi qaysi? Mana bu. Bu nechinchi bolasiga? Bu 3-bolasi bu. 3-bolasiga narxi aka? Narxi 26 aka. 26. Bozorchi aka? Bozor aka 22 million, 23 million so'rayapti. Bermayapti shunaqa bo'lsa. Ikkinchi bolasi dedingizmi? Uchinchisi. Urg'ochi bu ham. Ho'kiz bunisi. Ho'kizchi ekan. Ho'kizchi. Sementalga o'xshab ketadi. Semental, chista sement. Urug'lantirilganda sun'iy. Yo'q, sun'iy emas, ho'kiz ham bor, ho'kiz. Buni suti ko'proqqa o'xshayapti lekin. Suti ko'proq, ha. Nechta? 10 ta suti bor. 10 ta suti bor ekan. Telefon nomer qo'yamizmi aka? Mayli aka, rahmat. Sigir topib ko'rsatib ketaveramiz. Mana sigir. Ona bola sigir. Assalomu alaykum. Nech bilyapsiz buni? 24 deyapman. 24. Bolasi nechinchisi? 4-chi. Urg'ochi. Urg'ochi. 4-bolasi. Ha. Bozor nima dedi aka? Bozor 20,5 qildi bermadim. 20 million 500 mingga bermadingiz. Ha, bermadim. Suti nechta? Suti hozir 5 litrdan beryapti. 5 litrdan 10 litr beryapti-da. bir kunga. Ha. 5 litrdan 10 litr. Bir ro'zg'or bo'lsa yetadi. Savdozga baraka, rahmat. Mayli. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi? Aka 16 deyapmiz. 16. Gam bor, bo'g'oz aka. Necha oylikka? 7 oylik bo'lib qoldi aka. Birinchisigami? Birinchisiga. Birinchisiga 7 oylik bo'g'oz ekan. 16 million kami bor. Ha, kam. Bozor nima dedi? Bozor 14,5, 14 million 600 so'rayapti aka. 15 la bo'lsa beraverasiz. Qaraymiz aka, kelishamizda. Xudo xolasa nasib. Mana sigirdan ko'rsatib ketaylik. Birinchi bolasiga bo'g'oz 7 oylik. Xo'p. 15 million bo'lsa endi akani mo'ljali shunaqa adashmasam. Tonalar qancha bo'ldi? Assalomu alaykum. 33 millionga yo'q. 33 millionga yo'q. Ikkalasi. Ha, fermani bor. 33 millionga ikkalasi berilmagan. Bular yoshiga to'lganmi? Yo'q, to'lmagan. Endi paroda nima? Gallant. Gallant. Mo'ljalingiz qanaqa ikkalasiga? 35 bo'lsa beraman. 35 bo'lsa akani mo'ljali. Telefon nomer qo'yamizmi? Yo'q. Mayli, rahmat. Hali yoshi to'lgan yo'q deyapti.
Yosh mollarni ushlab turish qiyin bo'ladi shunaqa. Mana orqasidan ko'rinish. Issiq joydan bitta bosib oldimda hozir. Demak. Assalomu alaykum. Savdo bo'lyaptimi aka bu? 17 bilan 200 so'rayapti bu. Bermayapsiz. Yo'q. 17 bilan 200 ga. Qisirsiga. Qisir. Necha tuqqan? Bir tuqqan. Bir tuqqan. Aytilishi aka? 20 million. Hmm. 17 million 200 mingga berilmayapti. Boqilgan ekanda bu lekin. Bular olindimi aka? Qanchaga? Ikkalasi 15. Ya bittasi 15, ikkalasi 15. Buni o'tgan bozor ham ko'rdik menimcha. Novoslarga o'tamiz do'stlar. Ho'kizlarga. Assalomu alaykum. Novos nech pul deyapsiz aka? Novosni Necha? 16 deyapti. 16. Bozorchi? Ona 15 so'rayapti. 1 million qopti bo'lmasam, ha? Mo'ljallingiz shu 15 ga qo'shsa berasiz. 15 ga berilmagan, nimadir qo'shsa beriladi. Yoshidan o'tdi bu, ha? 1 yosh. Tish yorgan. Yo'q, 1 yosh, endi 1 yosh. 1 yosh, endi tish yoradi bu. Kel bahorni buzoqman. O'tgan yilgi bahorga. Bering 15 ga. 15 ga mana so'rayapti. Bu ham savdo bo'lyapti. Xo'sh. Aytilish qanaqa? Aytilish aka? 22 deyapmiz. Oluvchilarchi aka? Oluvchi har xil 18 ming so'rayapti. 18 ga 22 aytilish 18 ga berilmayapti. 3 ta bir joyda, 3 ta bor. Shundan 3 ta bor. Aynan 3 ta. Ana 2 bor. Ikkita qora. Ha 2 ta qora. 12 deyapmiz. Qorani nechi pul berasiz? Kaç qora? Bunimi? O'rtada qora. O'rtalar nechi berasiz? 22 deyapmiz. Altini sotib olamiz. Yurak nechiga olmuş deyapsiz, yana buni 22 deysiz. Nima deyapti? Nechi pul bermoqsiz? Kelishtirib ayting, bu keladan qilib ayting, bo'ladi. Nechi pul beradi? Yo'q, to'g'ri. Uchalasiga mana do'stlar 48 millionga bermayapti hozir. Mana. Uchalasini ham holatlari bir xil ekan. Qancha so'radingiz? 16 so'radi. 16. Aka qaysi kanal? Chorva olaman aka. Mana shuni ushlash qiyin ekan, bular jim turadi. O'g'langan turadi, chiqarib yoqqa. May. 48 million. Yo'q, 48. Nima bu soli? Do'stlar, hozir Novos bo'lyapti, 20 million 500 ga berilmayapti. Aytilish qanaqa? 21 bo'lsa oling deyapti. Mana do'stlar, janjalcha bo'lyapti, savdo bo'lib, talash bo'lib. Novos ko'rishinglar. Novos nech bo'lagan? Assalomu alaykum. 23 million. Bozor narx berdimi aka? Qancha qildi? 28,5. Ha, 18,5. Yanida. Yaxshi. Assalomu alaykum. Novoscha nech bilyapsiz aka? 20? 23 aytilishi. Bozor nima deyapti aka? 18,5 ga bermayapsiz. Telefon raqam qo'yasizmi aka? Ayting. 77lik 390 7506. Manzilingiz? Mirishkor. 18 ga bermayapsiz shunda. Mana shu Novoscha. Bitta mol so'radi. Mana yetalayman, to'g'ri tushun. Qancha?
Mayda bu? Nechi pul so'radingiz? 7,5. 17,5. 17,5 ga hozir mana yana so'rayapti bir kishi. Xo'p, do'stlar, shu bilan videoni yakunlaymiz. Qo'ldan kelgancha katta shoxli mol narxlarini ham tanishtirib ketdik. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Telegram kanalimiz qamrab kutib qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin.